Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun biz Ma'rufjon oshnam bilan Furqat bog'idamiz. Furqat bog'i bu o'sha universitet paytimizdagi yotoqxonaga yaqin park. Juda ham qadrli va juda ham so'lim joy. Hozir biz piknik ko'rinishida dam olyapmiz va boshqa tanishlarimiz ham bor. Hozir faqat o'zimiz video olyapmiz. Asosiy mavzuyimiz kitobxonlik haqida umumiy suhbat. Aynan bir mavzuni tanlamadik. Shunchaki kitobxonlik 2025-yilda qanday ketyapti, rejalar qanday, maqsadlar qanday. To'g'rimi? Xuddi shunaqa. Assalomu alaykum hammaga. Bugun keldik. Sardor o'zini kitoblarini olib keldi. Bu yilda o'qigan kitoblarini. Men olib kela olmadim, lekin xudo xolisa bu yilgi rejalarimiz qanaqa janrdagi kitoblar tanladik, qanchadan tanladik va nimalarga asosan e'tibor qaratamiz, shular haqida ozroq fikr mulohaza, suhbat qilamiz. O'rganganlarimiz, ayniqsa meni bo'lishaman bular bilan. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, hozir yaxshi joyini eslatdilar. Mana telefonda umuman Notion degan dastur bor. Veb-sayt ko'rinishida ham yoki mobil ko'rinishida ham bor. Shunga har yili o'qimoqchi bo'lgan kitoblarimizni sonini, ro'yxatini shakllantirib qo'yamiz. Masalan, menda bu yil 36 ta kitob o'qish niyat qilgan ekanman. Va mana ro'yxatda ham hammasi bor. Bu nimaga yaxshi? Sababi kitobxon odatda kitob tugatgandan keyin qaysi kitobga o'tish haqida ham ozgina o'ylab qoladi. Sababi oldida bir nechta kitob bor, hammasini o'qigisi keladi, lekin bittasini tanlash kerak. Mana shunga ham vaqt ketkazmaslik uchun oldindan ro'yxat qilib qo'ygan yaxshi, lekin bu ro'yxat majburiy emas, orada o'zgartirish mumkin, chunki yangi kitoblar chiqib qoladi, ularni o'qigisi kelib qoladi. Masalan, Maymunlar sayyorasi. Buni ham rejalamagandik, lekin o'qib necha kunda tugatdingiz? Bir kunda tugatib qo'ydilar. Chunki zo'r kitob chiqdi o'sha. Mana bunaqa holatlarda istisno qilish mumkin. Graf Monte Cristo Aleksandr Dyuma qalamiga mansub kitobni rejalagan ekanman. Bu kitob juda ham mashhur kitob, ancha asrlardan beri hammani sevimli kitobi. Buni dadamlar tavsiya qilganlar. Dadam ham yoshliklarida shu ko'p kitob o'qiganliklari balki meni ham shu kitobxonlikka qiziqishimga sabab bo'lgan bo'lsa kerak. Buni anchadan beri o'qiyman deb niyat qilardim. Mana bu yil buni reja qilganman. Keyin Abdulla Qahhorning ba'zi kitoblari, masalan, Qotilning tug'ilishi, Sarob, bu ikkalasini ham o'qib bo'ldim hozir. Va ko'proq farzand tarbiyasiga ham, oilaga ham tegishli kitoblar reja qilganman. Va albatta diniy adabiyotlar, kitoblar, shayximizni kitoblari reja qilgan ekanman va eng bu yilning asosiy bir qiziqish bilan o'qiydigan kitob seriyalarim bu Dan Brownning hamma kitobini o'qib chiqmoqchiman. Bu qanaqa vaziyatda to'g'ri keladi? Masalan, ilmiy kitoblar o'qiysiz, shunda ozgina zerikib qolasiz yoki miya ancha bosim bilan ishlaydimi ilmiy kitoblarda. Shunaqada ora-oraga bitta shunaqa kitoblar kiritib qo'ysangiz, bu miyani qaytadan ochib berib, ozgina dam oldirib va tasavvurni ham kengaytirib, ozgina o'sha hordiq chiqarishingizga yordam beradi. Xuddi shunaqa. Men ham bu yilgi Readmore degan dasturni o'zi Sardor menga doim tavsiya qilardi, lekin shu yildan ishlatish boshladim va foydaliligini ko'rdim. Yil boshida 60 ta kitob bir yilda haftasiga bittadan 60 ta kitob o'qish rejalagan ekanman va bu rejam endi esimdan chiqib ketgan aprelga kelguncha, lekin o'rtada men juda tartibsiz kitob o'qiyman. Bu ham Sardorga ayon. Xohlagan kitobimni xohlagan payt boshlab yuborishim mumkin. Ba'zida 2-3 ta kitob ham bir paytda o'zida o'qilib ketaveradi. Va aprel oyida hozir boshqatdan tartibladim, chunki javonda taxminan 200 tacha kitob to'planib ketdi va ularni hammasi zo'rdi, hammasini o'qigisi kelaveradi. Keyin aytdim, yo'q, bo'lmaydi. Aniq tartib, shu ko'zimga ko'rinib turadigan anig'i bo'lishi kerak. O'shalarni olib o'qiyman xolos. Qolganini xarid qilaveraman, kelasi yilga o'tkazaman. Chunki bu
Sardor uslubi, strategiyasi va bu juda unumli bo'layotganini ko'rdimda. Chunki faqat ko'rganlaringning ichidan ola olasan va ular ham eng zo'rlari, chunki ular ham filtrlangan va kerakli o'sha o'zingizni bo'shliqlaringizni to'ldirishga filtrlab tanlangan bo'ladi. O'sha tarafdan yoqdi va shu paytgacha 14 ta kitob o'qigan bo'lsam, yana 45 ta kitob tanlabman. Jami 59 ta 60 tacha kitob o'zi. Ya'ni 2025-yilga Shunaqa. deyarli 60 ta kitob. 60 ta kitob tanlabman va boshidagi rejam ham shunaqa edi. Shunaqa. Ayrimlarini aytsam, men ham shu farzand tarbiyasiga bog'liq 6 tacha kitob tanlabman. Shayx hazratlarining kitoblarini birinchi bosqichchi 10 tacha kitobi. Keyin badiiy adabiyot. Men ham shu badiiy adabiyotni yaxshi ko'radigan, sevib o'qiydigan odamman. Ayniqsa syujetlar keskin o'zgaradigan Dan Brown yoki Qodiriy, Abdulla Qahhor, o'zimizni Said Ahmad kabi yozuvchilar, bular sevimli yozuvchilarimiz ikkalamiz ham. 17 ta badiiy adabiyot. Ularning ichida Said Ahmad ham bor ekan. Remark, Erix Mariya Remarkni asarlaridan ham ko'p sotib olganmiz. Uni ham bitta asarini tanladim. Shu yil o'qib ko'rmoqchiman. Va diniy adabiyotlar, undan tashqari diniy adabiyotlar, o'sha yaxshi diniy adabiyotlardan 10 tacha tanlabman. Jami 45 ta kitob bo'lsa shu yili oxirigacha o'qish ketma-ketligimda turibdi. Shunaqa. Hozir gapingiz orasida shayximizni birinchi bosqichidan 10 ta dedingiz-da. Ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Shuni ham bitta aytib o'tib ketaylik. Shayximizni, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini adabiy meroslari, ilmiy meroslarini ustozlar tartiblashgan va uni har xil bosqichlarga bo'lishgan. Bu o'sha oddiy o'quvchi, umuman hammaga tushunarli bo'lishi uchun mavzular ketma-ketligini hisobga olganda 5 ta bosqichga bo'lishgan va shayximiz o'zlari ham va ularning shogirdlari ham aynan shu bosqichda o'qishni tavsiya qilganlar. Buni Hilol nashr dasturidan topishingiz mumkin yoki biz kanallarimizga agar a'zo bo'lgan bo'lsangiz, unga ham tashab qo'yganmiz. O'sha bosqichda o'qishni tavsiya qilamiz. O'shanda mavzular ketma-ketligi, mavzularni tushunish darajangiz ham oshadi shunda. Xuddi shunaqa. Keyin yana bitta boya Sardor aytgan mavzu, meni o'zimni tajribamda sinalgan, o'zim doimiy shunga harakat qiladiganim, diniy, keyin ilmiy, falsafiy asarlarni, kitoblarni o'qiyotganda ularni o'qish qiyin, butun diqqatni talab qiladi, og'ir qaysidir ma'noda va o'shanaqa bitta yarimta kitob o'qib tugatgandan keyin darrov badiiy adabiyot olaman. Miyamni dam berish uchun va mavzuni almashtirib, masalan, tasavvur dunyosiga sho'ng'ish uchun-da. Chunki aniq fakt narsalarni o'qib kelib, bu yoqda yana xuddi o'shanaqa davom etib ketish qiyin. O'sha uchun diniy adabiyotlarni yoki bir sohaga oid ilmiy, falsafiy asarlarni taxlab borish kerak-da. Men fikrimcha, burgerga o'xshab, navbatma-navbat qo'yib, shunaqa ketma-ket shakllantirsa va badiiy adabiyot ko'proq bo'lganining ham sababi menimcha shundan deb o'ylayman. Chunki diniylar orasiga bittadan badiiy adabiyot qo'yib ketma-ket o'qimoqchiman, yengilroq qilib. E'tibor bergan bo'lsanglar, hammasi o'zimiz haqimizda bo'lyapti. Bu ya'ni boshqalarga foyda keltirish jihatdan foydali emas. Biz o'zimiz o'qiymiz, o'zimiz o'rganamiz. Demak, biz qaysidir ma'noda boshqalarga ham foyda keltiradigan usul tanlashimiz kerak. Shuning uchun rejalashtiryapmiz. Ko'proq kitoblarning sharhi bo'yicha, kitoblarning tavsiyalari bo'yicha yoki o'zbek adabiyoti, jahon adabiyoti, shulardagi adiblar, shular haqida ko'proq video kontentlar ham qilmoqchimiz. Sababi hozir O'zbekistonda mana ko'ryapsizlar, kitobxonlik darajasi oshib boryapti. Ko'p har doim mana ko'chalarda ham ko'rib qolamiz, metrolarda ham ko'rib qolamiz, ko'pchilikning qo'lida kitob. Lekin mana yaqinda birga video oldik oshnam bilan. Kitob do'konlariga tashrif. U videoda asosiy maqsad yangi kitobxonlar uchun qanaqa turdagi kitoblarni qaysi do'konlardan olish qulayroq. Bu video kontentlarimiz ham shunga xizmat qiladi. Sababi yangi kitobxonlar ko'pincha adashib qolishadi. Qaysi kitobni o'qiy, qanaqa
kitoblar menga ko'proq mos keladi. Ularga yordam berish uchun, foyda keltirish uchun kitoblarni sharhini qo'yib boramiz. Sizlar mana yaqinda kanal ochdinglar, Telegram kanal. U bo'yicha qalay ketyapti ishlar? Qanaqa rejalar bor? Hozir shu mana Sardor aytganday, kitoblarni sharhlash haqida biz boshida rosa katta rejalar tuzdik, lekin ayrim sabablarga ko'ra bu jadal ketmayapti, lekin kam-kam bo'lsa ham bo'lyapti. Va xudo xolasa biz ham o'sha Telegram kanalimizda hamma narsa faqat kitobga oid bo'ladi. Chunki nomi ham Ziyo kutubxonasi, ya'ni kutubxona bo'lgandan keyin ichida ham, tashqarisida ham faqat kitobga bog'liq mavzular bo'ladi. Va bizni ham rejalardan xudo xolasa mana birgalikda ham qilaveramiz. Kitoblarni sharhlash, videolarda ham, nafaqat yozuv, balki videolarda ham, chunki mana ko'pchilik kitobga qiziqmaydi yoki kitobga qiziqish o'lgan degan joyi o'zida ham Sardorni birinchi videosi, birinchi shunchaki YouTube'ga endi kirish videosini o'zi men bugun ko'ryapman 6000 ta ko'rishlar soniga 6200 ta. O'sha mashhur Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dalillar kitobiga sharh videosi shuncha ko'rilibdi. Hozirgacha kommentariyalar, bahs munozaralar bo'ladi bu kitob haqida. Juda ham ko'p negativ kommentlar qoldirishdi kuzatuvchilar. Bu menga yordam berdi qaytanga, ba'zi bir xatolarimni tushunib yetdim. Lekin xursand qilgan joyi haqiqatan ko'pchilik ko'rgan shu narsani. Shunaqa. Ya'ni kitobga qiziqish bor. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, endi bu ham baribir videoni olingandan keyin u kimgadir rekomendatsiya bo'lgan, o'sha rekomendatsiya orqali ham shu kitobga qiziqib kirganlar bor. Va biz bu endi Otamdan qolgan dalillar kinosi borligi uchun men o'ylayman juda mashhur. Endi tasavvur qiling, xuddi shunaqa zo'r kitoblar qancha va ular kino qilinmagan, bir yerda yoritilmagan. O'shanaqalarni sharhlasak, o'shalar haqida videolar tayyorlasak, xudo xolasa bir manfaatli bo'ladi. Odamlar qiziqib, fikr mulohaza bildirib, yangi kitobxonlar balki o'sha biz o'qib ko'rib, o'zlari ham o'qib ko'rgilari kelar shu kitoblarni. Telegram kanalimizda ham shunaqa narsalar qilmoqchimiz. Kitoblar haqida. Shu o'rinda ozgina adabiyot haqida gapirib ketaylik. Chunki mana boshqa sohalar bor, texnologiya sohasi bor, huquq sohasi bor, yoki bir sport sohasi bo'lishi mumkin. Bularni hammasidan nima kelishi aniq. Ya'ni texnologiya sohasida kimdir o'rganadi, nimadir yaratadi, nimadir ixtiro qiladi. Huquq sohasi ham aniq. Uni mana odamlarning himoyasi, har xil tartib qoidalar, shunaqa narsalar beradi bu soha. Sport sohasi ham aniq, odam jismoniy baquvvat bo'ladi, sog'lom bo'ladi. Lekin adabiyot nima berishi noaniqroq ozgina. Aynan hozirga kelib ham juda ham ko'p oilalarda hali adabiyotni o'rni unchalik his qilinmayapti. Lekin mana shaxsan fikrim, adabiyot bu ma'naviyat degan. Adabiyot bilan ma'naviyat ikkalasi bitta narsa. Farzandingizni aqlan, jismonan baquvvat qilishingiz mumkin. Uni lekin ruhini tarbiyalaydigan omil ham bu adabiyotga bog'liq. Masalan, oddiy romanchilikni olaylik. Bitta romanning ichida nechta qahramonni yashab o'tadi bu o'quvchi. Qaysidir odamning bitta ishi nimalarga sabab bo'lganini tushunadi. Nima qilsa kimlarga zarar keltiryapti, kimlarga foyda keltiryapti. Masalan, O'tkir Hoshimovda butun bir asar bitta odamning bitta ishiga bog'langanda. Bu bir ish butun oilalarni buzib yuborgan. Natijada o'quvchi shu o'rganadi, mana bitta ishim ham ancha zarar keltirishi mumkin ekan. Ko'p oilalarni buzib yuborishi mumkin ekan degan xulosalar oladi. Buni siz tushuntirib o'qitirishingiz qiyin bolaga. Bola uni o'zi his qilish kerak, o'zi tanida his qilish kerak. O'shanda u haqiqiy ilmga ega bo'ladi. Sizning fikringiz qanaqa adabiyot bo'yicha? Juda bir aktual mavzu deydimi? Juda zo'r mavzu bo'ldi. Savol desa ham bo'ladi. Adabiyot haqiqatdan insonda hissiyotlarni shakllantirish uchun eng muhim vosita deb o'ylayman. Chunki men o'zim 23 yosh bo'lsam ham yaqinda o'sha juda ko'p shaxsiy rivojlanish haqidagi kitoblarni o'qib,
odamlardan faqat yomonliklar ko'rib, o'zim ham negativga to'lib, dunyoga pessimistik nazar bilan qarayotgan paytda Sardor Tog'aymurodni Oydinda yurgan odamlar degan kitobini tavsiya qildi. Kitobni o'qidim. Kitobda haqiqiy insoniy tuyg'ular borda. U qahramonlar bilan birga o'shalarni his qilish oqibatida agar yosh bola bo'lsa, u hissiyotlarni shakllantiradi. Yosh katta qalbi qotganlar bo'lsa, menga o'xshab, u tuyg'ular boshqatdan chiqadi-da, ya'ni ochiladi, ustidagi kullar parchalanib yo'qoladi. Ya'ni o'sha hissiyotlar sizda boshqatdan shakllanib, siz insonga aylanishni boshlaysiz-da. Qadrli kuzatuvchilar, shu o'rinda bir narsani aytib ketaylik. Biz hozir tabiat qo'ynidamiz. Shuning uchun videoda har xil hasharotlar uchib yuribdi. Oldimizda e'tibor bermaysizlar. Hozir ham katta asallar o'tib ketdi. Ana uchib yuribdi. Menimcha u ham kitobga qiziqadigan asallar bo'lsa kerak. Xo'p, hissiyotlarni shu kitob qahramonlar bilan birga yashab, o'zida shakllantiradi odam. Shu uchun ham menimcha badiiy adabiyot eng muhim vositalardan biri. Bo'lib ham o'zbek adabiyoti, chunki biz millat sifatida juda ko'p, menimcha tarixga egamiz, juda ko'p urf-odatlarga, an'analarga egamiz va buni kitobdan o'sha qahramonlarni harakatlaridan o'rganishimiz bizni fitratimizga ko'chishi menimcha ancha osonroq. Chunki biz shu millatmizda, shu tuzum ichida yashaydigan odamlarmiz. Menimcha shu adabiyot eng muhim vositalardan biri insonda hissiyotni shakllantirishda. O'zbek adabiyotlaridan tashqari hozir Dan Brownning asarlari ham menga juda yoqdi. Unda ham turfaqirlik, syujetlar keskinligi bor va bu insonda bir hissiyot cho'qqiga yetganda keyin boshqasiga o'tib yana hissiyotlar to'qnashuvini keltirar ekan va bu insonda ruhiy quvvatni oshishiga, ruhiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi va bu juda bir qiziqarli jarayon deb o'ylayman. Xo'p, demak, kuzatuvchilar, bugun sizlar bilan o'zimizni shaxsiy mutolaa bo'yicha holatimizni gapirib berdik, rejalarimiz haqida gapirdik, adabiyot haqida gaplashdik. Agar sizlarga shunaqa tabiat qo'ynida yoki umumiy suhbatlar ma'qul kelgan bo'lsa, kommentlarda izohda yozib qoldiringlar. Biz ko'proq shunaqa videolar olishga harakat qilamiz va har bittasida alohida mavzularni ochib chiqishga albatta kitob haqida harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xuddi shu fikrlarga qo'shilaman. Kuzatishda davom etinglar. Xayr, salomat bo'ling. Salomat bo'linglar.